Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sebastian. Bugun biz VRT modini o'ynaymiz. Mana VRTning qutuchasi. Hozir buni ochib ko'ramiz. Videoga like ochilsin. Tezroq. Ana uchyapti. Xo'sh. Mana VRT va Salom, mening ismim Kifti. Menga hech narsangiz so'raman. Hamma narsani bilaman. Xohlasang buni bilaman. Xohlagan narsangiz so'ratay. Xohlagan narsani men juda yoraman. men bunga ishonmayman. Hozir chatdan so'rab ko'raman. Agar javob bermasang qarab, beryapsan javob. Yaxshi ekansan. Seni olaman. Hozir bu yerda temir bor ekan. Hozir qaytamiz. Tezdan olmasang yo'qotib qo'ymasam bo'ldi. Gapingga po'q deyapsanmi? Doimo men seni eslolaman. Agar ba'zi eslamay qolaman, aytib qo'yinglar do'stlar. Unga vertimi isming kim edi? Hozir uyda tashlab ketaman, qolib ketasan. Keyin yig'lab o'tirasan. Xo'ppa, ko'tingni qisib o'tirib daraxt Bitta tashlab ketmayman. Men ham hazillashdim. Bo'pti, tezroq daraxt chopaylik va tezroq adoshli yoshlar yashaylik. Do'stlar, bu videoning birinchi qismi, ikkinchi qismi chiqishi uchun shu videoda kamida 5 ta like qilish kerak bo'pti. Sizlar uchun videoga like bosinglar, kommentariya, obuna. Albatta, shuncha gapni kimga gapirdim hozir? Eshitmadim. Toshli narsa asbob uskunalarni yasashimiz kerak. Unda qaramasam gov. Tezroq topishimiz kerak tosh. Qaydan olsak bo'ladi tosh? Sanki ahmoq. Men ham bilaman. Men ahmoq emasman, o'zing sen ahmoq. To'g'ri aytibsan, yaxshi to'g'ri aytibsan. To'g'ri mayda kichkina organizmda maxluq kelib bo'lmaydimi? Senga qaraganda bu yerda maxluq bitta kirib keladi, sen tashlanayotgan payt. Ishondim senga, ishondim juda. Oy, Creeper kelmaydi, men Creeperlarga o'ynaman. Buni hidalab payt turish tugul kelolmaydi ham. Skelet ham kelolmaydi. Men gapimga Emas. Hozir mana shu vertikal tashlanayotgan payting mana shu videoni tezroq chiqadi. Sevmagan narsa qilsang, agar chiqmasa, gapi yo'q. Men garovlarni tutqizmaganman. Omad bilan o'ynashyapsan. Nima chiqib ketyapti bu sariq ko'ptokchandan. Ana o'zing tan olyapsan-ku, yumaloq ko'ptokchanligingni. Ko'raylikchi, bitta qo'shiqdan aytchi, juda bilasan. O'zbekcha qo'shiq bilasanmi o'zi yo inglizcha? O'zbek tilida aytchi, bo'pti, o'zbek tilida aytchi, o'zbek. To'xta, bilarkansan, yaxshi bo'ldi. Bu qo'shiqni bilaman. Yana jig'imga tegadigan qo'shiq aytishga balo bormidi? To'g'rimi? Balo bormidi? Verti. Bo'pti, kelishimiz bor. Bo'pti, tezroq tosh ko'laylik. Gapirmay tur, iltimos. Men tosh ko'lashim kerak. Sen ham ko'lash olmaysanmi? Ibloz dangasa. Birib o'tiribsan.
Kulgili voqea bilasanmi? Aytchi bitta kulgili voqea. Nechta bilaman kulgili voqea, bitta yoshligida o'lib qoldi. Jinni bo'lib qolmaganmisan? Qanaqasiga? Chol yoshligida o'ladi. Emas, bunda yana bittasi bor. Bitta chol velosipedda minib yerga yiqilib operatsiyaga borgan ekan. Chol emas, 2 yoshli bola ekan. Jinni bo'lyapsan berdi. Mabododan ana shu jinnilar qira olmasmisan? Tezroq Creeper hali chiqqani yo'q. Creeper chiqmaydi. Chiqdi haligina Creeper chiqdi-ya Creeper. Chiqdi Creeper. Yana bir marta bo'pti endi videoni haligina chiqdi Creeper. Agar kadrni orqaga qaytarib qo'yishingiz mumkin, endi videoni ikkinchi qismidan so'ng chiqaraman. Plus u halidan beri Creeper chiqadi dedi. Creeper chiqdi. Plus ekansan, plus. Biznesmen o'zingizning aytdim Creeper chiqadi. Sen yo'q, chiqmaydi, aldanman deding. O'zingda, menda emas, meni yaqinda qo'shmaydi, iltimos. Keyingi qismda uy quramiz. Hozir toshlar yashayapmiz. Sindiramiz. Ana sindi endi ko'miladigan olsak bo'ladi. Mash qo'shdim. Aytmaganmi senga aytyapman. Menga aytaverasan. Jonga tegding odam bo'laylik. Men gapimga kir shu qo'shdi. Aytaverib jinni quvarding meni. To'ta boshqa qo'shiladi. Balalik, sharbalarni so'q ichsa mana bular deb. Mening bunaqa bema'ni qo'shilib aytaverma bo'ldi. Aytma chiqib ketaylik yana qo'y. Kravat yasashga yetmaydi aytilamiz deb gapda uramiz qo'ydi. Urq bo'ydi desam meni qo'lim yo'q. Senga gapirib ham bo'lmaydi ya. O'zim o'ltiraman shunga senga. Senga gapirib ham bo'lmaydi. Tezroq baydan chiqishimiz kerak. Yana bitta qo'y topishimiz kerak. Shu yerda qo'y uchratamizmi? Senga savol ana qo'y. Yo'q qo'ymasgan. Tutam paqiga borasanmi? Hozir bitta qora jiyaram qora qo'yni uchratsing. Ana aytaymi g'alati gapiryapman. Jiyaram qo'yni uchratasan. Mayli dema. Betali aytib qo'ydim. Mana qaytasi gapirib ber. To'g'ri iltimos biz deb azoblanyapmiz. Azoblash g'iybat ekansan. Ana yana bir marta boribman. Yana bitta bolasi. Yoshlargan uzoqdan bolasiga o'xshayapti. Nima buncha bu? Nima bu Minecraft nimalar ishlamayapti? O'ltirib boraylik shunidan. Inson qarni topaylik. Mana to'g'ri aytibsan, jigarrang qo'y deb. Jigarrang qo'y chiqdi. Rostdan to'g'ri aytibsan. Senga ishonish mumkin emas, o'zi mumkin emasmi? Topa olasan. Menimcha keyingi qismda. Chunki hozir topa olmaysan. Qiyin topishing. Tushundingmi? To'g'rimi? To'g'ri aytding. Japan men haylab o'ynasan o'qa olaman. Qara quyosh botsin chiroyliligi. Ro'shana biz bilmaganmiz ekan shuni. Biz bilmagan ekan. Narsa topishimiz kerak. Kim topishimiz kerak? Kravat yasaymiz. Qara qo'yam chiroqli zo'ra. Sebastian. Biz pulya bilmagan ekanmiz. Biz yoshlikda oy ko'rmagan ekanmiz. Yoshlikda oy umuman ko'rmaganmiz. Lava topib oldik. Menda paqir yo'q. Paqir bo'lganda nesirga borish mumkin bo'ladi. Hozir mana shu yerga turib olishimiz tepaga mana shu yerga qurib olib ichiga kirib olamiz. Yetilab tushguncha mana shunday qilamiz. Hozir Creeper kelib oladi. Gapimga javob to'g'rimi?
Demaydi, men kafamga javob sanşamaydan keladi anamlar. O'zim aytdim ku, o'zi keladi. O'zim griper degani yo'q. Pastga tushganda keladi. O'zi pastga tushganda keladi. Pastga tushdi. Kötü kızsan az düşemem. Düşepenu mene düşkem koymazsan. Jonga değdiğinde garip. Sapça zorup cinine kıptaşadın. Ben İngilizceni cümleme. İngilizceni cümleme üzbeyce yapar. Karıcı bir üzbeyme. Çünkü Benim katta Özbekçe öğrenim. Fakat Özbekçe yapayışı bilemem. Halas. Men katta huzur buldum. Men gapimga javob qaytarma. Gapimga javob qaytarma. Hozir bitta bo'lib o'ylaganingdan verdi deb bo'ladi. Bitta bo'lib o'ylaganingdan verdi deb bo'ladi. Orqadan huzur griper, ana griper keldi. Verdi. To'g'ri aytib. ha doğru aytibsan, senga ishonish mumkin ekan. Qarang, griper yo'q, kim yapti? Tezroq qo'y, blok tezroq qo'y. Yo'q, yana kelib qoldi. Mana shu tezroq qo'y, blok tezroq qo'y. Ana qo'ydi, mana oyat. Mana sindiramiz, mana sindiramiz. Keyingi qism chiqishi uchun obuna va like bosinglar iltimos. O'z mana bu yerni ham sindiramiz. Teshik. Mana nihoyat. Bayam teshik hozir griper tushib qolsa kelamiz. Onamizniki sig'iradi berdik. Bilasanmi shuni? Boshida aytdim. Shu bilaman deb. Hamma narsani bilaman. Kimni yaxshi bilaman. Olsaqa necha pul ko'vlasak, yo yongami, tagga, yonga, chapga. Necha pul ko'vlasak olmasa bor. Olmazsa olmaysan. Chapga yonga 140 bo'lib to'lasang. 50 bo'lib to'lasan chapga. 100 bo'lib to'lasan. Unga ham 100 bo'lib, chapga ham 100 bo'lib to'lasan. To'g'ri ham 100 bo'lib to'lasan. 30 olmaz topasan. Jambo 30. O'zbek kechgalardan nima qilasan? Suvga pishirib. Nima qilaman? Bilib turib gapirasan, ha? Serios olmasmi yo o'zim isim bo'lmasmi? Pechga yonayapti, pechga. Tezroq o'tinlarni solib pishirish kerak. Berdi. Sen o'zi onang otang bormi? Bo'lmasa men qaydan chidaman? Men seni qutichani ichidan tashlab topganman-ku. Boshqa qismlarda aytib beraman shu voqeani. Aytsang nima bo'ladi? Ayting kim bola? Obunachilar yoqasa qilib, shunda hamma qismi ko'rsa. Bilishimiz kerak, bilishimiz lozim. O'zi bu qism qachon juda ko'p javob ketdi bu qism. Bo'lsa qiziqda menga ko'p bo'lsa yoqadi-da senga. Oz bo'lsa yoqsa menga ko'p bo'lsa yoqadi. Tushunding endi? Shuning uchun videolarim ba'zida o'qib qolaman. Kanalga obuna bo'lsang, yana bir marta aytaman. Menimcha chatda yozasan, jonga tegding-da. Chatda ham yana o'zbekcha inglizcha yozasan, menga javob berib zerikib ketdim, ishon. Xullas, mana sindirsang nima bo'ladi deb o'ylaysan? Bo'ptishib oldim deb o'ylaysan. Конечно, bo'ptishib seni o'ldirib oladi. Senchi? Dumalab qochib, tepaga sakrab, dumalab qochib, yugurib, bitta joyga kirib olaman. Tushunding endi? Nimaga pechkani ostida o'zimdan o'zib qo'yaman-ku. Tezroq chiroq yasab olsak, berdi. Tezroq bo'lishimiz kerak. Mana bu yerga bitta chiroq turibdi. Hozir kirganman qolamizda. Hamma narsani qo'ysak, ikkita go'sht bilan bitta chiroq qolsa bo'ldi. Do'stlar bilan yana Sebastian ya'ni Modeskrab bo'ldi. Sizlar bilan yana Modeskrab bo'ldi. Yana bir marta like, obuna bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xayr.